Qarang, xalq orasida buni erkaklar giyoh deb atashar ekan. Asli bu bilasizlarmi nima? O'sha odamlar ahamiyat bermaydigan, nazarga kirmaydigan temir tikon do'stlarim, temir tikon o'ti. Juda kerakli giyoh bu narsa. Ayniqsa markaziy asab tizimiga juda katta ta'sir qiladi. Jizzaklikni yo'qotadi, shahvatni ko'taradi, prostatitni davolaydi do'stlarim. Ayniqsa kattalar uchun juda katta foydasi bor. Faqatgina mumkin bo'lmaganlar, homiladorlar iste'mol qilmaydi. Qon bosimi past odamlar iste'mol qilmaydi. 5 yoshgacha bo'lgan insonlar iste'mol qilishmaydi do'stlarim. Peshob haydovchi, buyrak tosh tuzidan haydovchi, qumni tozalovchi, qon bosimini tushiruvchi, ayollarda ham oy ko'rish siklini tartibga soluvchi, bachadonni tozalovchi do'stlarim. Endi buni 4 xil mizoj uchun, 4 xil tabiatli insonlar uchun retseptlarni aytaman, yozib olinglar. Birinchi, sovuq quruq odamlarga, dangasa, ko'p uxlaydigan, qo'rqoq, juda ham harakati kam odamlarga temir tikondan bitta choy qoshiqchasini olinadi. Albatta, tuyib yoki quritilgan holat yoki qirqib yangisini. Zanjabil 2 chimdim, dolchin 1 chimdim, asal choy, ya'ni kichkina choy qoshiqchada asal choy qilib 300 mg suvga 20 minutga damlab qo'yamiz va iliq holda 2 mahal 2 ga bo'lib ertalab kechqurun iste'mol qilinadi. Sovuq ho'l odamlarga semiz, sust, ko'p terlaydi, juda kam harakat qiladi, hazmi yo'q, asabiy hech narsa yoqmaydi, ozish xohlaydi. Bitta choy qoshiqchada temir tikonni oladi. 5 dona qora mayiz soladi. 1 chimdim qora murch tashab qo'yadi. 300 gram suvga 20 daqiqa damlab qo'yadi va 2 mahal 2 ga bo'lib iste'mol qiladi. Uchinchisi, issiq quruq odamlar. Ya'ni asabiy, juda ham tez qizishib ketadi, salga portlab ketadigan, asabi tez qo'zib ketadi, tez soviydigan odamlarga bitta choy qoshiqchada buni ham solamiz. Arpani suviga 200 mg arpani suviga solamizda 1 tomchi limon suv tomizib qo'yamiz. 5 minut past olovda yengil qaynatib olamiz. 2 ga bo'lib 2 mahal ertalab kechqurun och qoringa ichib boriladi do'stlar. Issiq qo'l odamlarga quvnoq kuchli, quvvatli, ammo g'azablanishga moyil. Temir tikonni 1 choy qoshiqcha oladi, rayhon bargi bilan 3 dona yangi rayhon bargiga solib 20 minut damlab ertalab nahorga ichib kifoya qiladi do'stlarim. Hech qachon kasal bo'lmanglar, gazini bosinglar, omad.